Vay ayrılgan ihyaydu bilingen Allah bilingen birgeyem dur can Cimi meşkil için imkan fakat akil Vay yıkıl bilen pemdur İgem yorayi abi Ay ölmeydigan kim var ya Assalamu alaikum, hörmetlik televizor köygüçiler. Erik televiziyasiga hoş geldinglar. Bugünkü Hayat Şahitler programımızda Kazakistan'ın Almuto şehrinde yaşap turayotgan dаңlıq ressam Küreş Zulfikar efendimni sizlerge tanıştırıp ötümüz. Hörmetlik televizor köygüçiler, Küreş Zulfikar efendimning dadısı, dаңlıq inqilabçı, meşhur yazgıcı Masimjon Zulfikar efendim bulup, bugün Küreş efendim bilen özünün hayatını ve dadısının hayatı hakkında tepsili toxtulup bir söhbet elip badık. Diqqətinizlər ekranda bolsun. Assalamu alaikum Uyghur qarindoshlarım. Mening ismim Küreş Zulfikar. Dadımız ataqlıq yazıcılardan birisi Masimjon Zulfikarov Şami oğlu. Özü romanist deymiz. Nurgun tiyatr sahne eserlerini yazgan hikayeleri 40-50 yakın hikayeler. Onun da başka yani şiirler. Asası özniki icadetini dadımız şu şiirlerden başlatıp ki 40. yıllarda. Bizdeki ailemiz dadam eski tuğan jütü Çelek yeza 1925 yıl tuğulgan. 30. yıllarda açaçlıkta ular kaytadan şu golcığı berip yaktı yaşagan. Dadam torluk söylesem dadam yakı 5 yaşında ötüp ketse оқушlarını şu mektepteyimiz keyinki şu gimnaziyani şu nimde Ürümçi golcılarda okup bitirip şu zamanlarda 44. yılları Uyg'urlarniki tarixida nurg'un o'zgarishlar bo'lib ketdi. Sharq Turkiston 3 viloyat inqilobi shularniki ishtirokchisi deymizmi, yo qatnashadiganlarning birisi dadimiz bo'ldi. Kavalerist sifatida 2 otliq eskadronniki kapitani bo'lgan deymizda. 55 yılları yani her türlü bir sebeplerden Kazakistan'a qaytadan köçüp çıkışga mecbur bulduk. Şu vakti ben özüm 5 yaşımda buldum. Ben özüm Golca'da tuğan bolsam mı 5 yaşımda ben bu yakı çıktım da. Bizim ailemiz Atlan'dan başka yani biz 6 bala. Oğullardan en çoğu ben Küreş. Ben keyin Galip degan enim. Galip enimizden keyin Erkin. Kendisi oğullarının Azat. Bu hem ballarınki oğul ballarının simvolları yani Uygurlarınki Küreş, Azat, Erkin, Galip depler. Kızlardan hedimiz çoğu Mihray, sığınımız Zuhra. Keyinki beşek kelip bizdeki ballarımızdaki keletçigi bolsun depler bizni Orus mektepke ötkazgan. Bizge qandaq bolsunmu Orus mektep qiyin bo'lib o'tdi. Birinchi qitim shu uyda Uyg'urcha so'zlashgan bilan mektep Oruscha o'qishga qiyin bo'ldi. Mush Almutniki merkezde Rus mektebinde o'qigan 67 yıl onu bitirib bizniki mush Almutadagi rassamlik училищеге o'qish tushdim. Şu vaqtda birinchi qitim bizniki shu училище
kitap bezeş nima bölüm açıldı. Şunu men o'qishib 4 yildan keyin bitirib Toshkentga o'qish ketdim. Toshkent teatral san'at institutida. Bu yoqda uni 6 yil o'qiblar teatral institutida. Keyin Olmutaga yollanma eliblar nashriyatda 10 yildan beri yozuvchi nashriyatda ishladim. Nashriyatda bizniki Uyg'ur, Qozoq, Rus, boshqa millatlarning kitoblarini redaktor qilishga, rassomlarning suratini bezash bizga to'g'ri keldi. Shu zamonda bizniki Jakam Samadi masalan, Jamoliddin Bo'saqov, Xizmat Abdulin, Xilva Mirayev, Ilya Baxtiyor ya boshqa nurg'un bizniki shoir yozuvchilarniki kitoblariga qarash, yana uning sirtin biz o'zimiz o'xshash rassomlarni ishqib tatib ularga rassom bo'lish sababi o'sha birinchidan ota-onalardan shu nasihat emasdan o'zingniki birinchi rassom sizib qiziqib o'qib shu zamonlarda nurg'un kitob suratlarni olaylik, uchebnik darslik kitoblarning tarixiy süjetlerini köçürüşke tirişattık. Keyin şu 64. yıllığı deymi? Ya 65. yıldır buluş gerek. Zakam'daki İparxan degen materialniki beşiliz. İparxan'ın suretini görüp şu suretini kıyındaş köçegendim. Şularını özlükle bizimki qarab, atanla qarab, bu sizden bir rəşəm buluş bir ümid bakya deb degandeklar. Keyin 65 yılları Toshkentdan bizniki bir çoğun bir rəssam o'qib kelib bizniki o'zliklar tanıştırdı. Zendin Yusuf degan kishi shu Goryantda turadi. Shu adam bilan meni o'zliklar tanıştırıp shularning bolalari bilan birga yurib rassamchilik o'rganib tabiatniki manzarini sizish o'rganib shunaqa bir o'tgan. Keyin o akimizniki nurg'un bizga bergan darslik emgeklari nihoyat cho'ng bizga yaxshi bo'ldi, ulgu bo'ldi. Ya'ni shu akimiz Zaynkamning so'zi bo'yicha Toshkentga berib o'zimniki uchilishdan rassomlik kasbimni davomlashtirish yuqoriga nimalarga yetish uchun Toshkentga berib o'qish tushgandim. Toshkentda 6 yil o'qidik. Bu yerda bizniki ko'rnakli rassomlar, masalan, Qutlug' Basharov Uyg'urlardan, Engil Ishoqov, Madad Qahhorov degan aqlarimizdan nurg'un nimalarni o'rgandik, rassomlik kasbini. Yana shu institut bitigan diplomning ishi asarniki tematikasi bugungi Uyg'urlarniki ahvoli asaq desak bo'ldi. Uyg'urlarning tarixiy manbarida qanchalik o'ziniki ahamiyati shu to'g'riliq men 5 qog'ozlik seriyani yangi hayot deb serim beg'ishladim. 5 qog'ozlik seriya. Şu o'qishdan keyin o'sha nashriyat ishladim boya aytgandeklar. Bu yerda har qachon bizniki Cumhuriyatdagi ko'rgazmalarga qatnashimiz Moskvadagi bizga asosiy cho'ng qutuqlar shu Moskva chet ellarga berib qatnashib kelgan bizga cho'ng qutuq. Moskvadagi SSSR bo'yicha 3 cho'ng bir ko'rgazmalarga qatnashdim. Birinchi qatnashgan ishlarim Chimtemir Batur bolalarning suratchi kitobchida shu ishlar bilan Moskvaga qatnashdim. Ikkinchi Bolon Nazimniki lirikasi qozoq tilida chiqqan Uyg'ur o'rnaklari degan kitob asarlar bilan qatnashdim. Yana undan keyin meniki asarlarim eng asosi hozirgi kunda Oğuznama eposi Uyg'urlarniki Oğuznama eposiga berilgan suratlar, asarlar,
surat eserler. Hazır günde nurgun kitaplarını işleyatımız. Mesela meydan yanımda turdu. Biz 11. yılı 11. yılımız hazır qarab bakayım. O'sha isim. 2007 yılı Zeynal'dan Selmaqul kam Zeynalov bilan birlikte ishlagan she'riyat gulzori to'plami. Bu kitapta biz asası Uyg'urlarning tarixida birinchi qitim shoirlarniki emgeklerini yig'ib bu kitapның yani şu alahirligi bu kitapta 100'e yakın avtorlar. Ondan ki 20 vatan şair avtorların biri 20 Meşhed'deki Kazakistan'da Özbekistan'da yaşayatkan şairler. Bunu kitapla üzerine kolonla ilip kösanlar asası bizden bir yerde Nazar Hoca Absimetov'un başlayımız Sovet Keneş devrideki Uyghur klasik edebiyatındaki başlangıçı. Endi bu kitapniki bu avtorlarniki alfabet boyunca amayla biz yıllar boyunca aldık da. Mesela birinci yılda şu Nazar Hoca Absimetov 1887 yıl tug'ilsa, onun ikincisi Yeşil Qarab Abdxaliq Uyghur bir yerde. Abdxaliq Uyghur mağdı. Biz yılı qarab mağdık da. Bu Kirillisi çıkan bile, bizdeki Rus tilde Kirillisi bile çıkan bile başka avtorlarniki mesela bizdeki vatandaki Uyghur, Arap bile çıkan kitapların nurgunda hazır yaşlar okumaydı. Bu birinci qitim şu bizdeki vatandaki şairlarniki emgeklerini Kirillisi köçürüp Kirillisi verdik. Yani bu hem de hazır günde bu asası bir ensiklopediya bu getir. Uyghur şeriatındaki ensiklopedisi. Vatandaki bizdeki avtorlar nurgun inkaslarını verdi. İkinci kitapını alsak, şu dadımız bile birlikte işlegen Uyghur örf adetleri. Üzerinde yaxşı bizler vatanda Arap tilde Uyghur örf adetleri çıkan, o bizge şunaq nihayet yaxşı bir ta'sir berdi. Keyin bizim meyda cemiyet bizdeki şu dadımız avtor birlikte şu vatandaki çıkan Arap yazıgıda Uyghur kirillisi köçürüp keyin onun da başka yani dadam özniki nurg'unlagan örf adet tematikasi Uyg'urlarniki hayotiga nimalarga beg'ishlagan materiallarini qo'shiblar. Buni biz şu yılı 2008 yılı bo'lgan bilan Mahmud Qashqariyninki 100 ming yillig'i berishlar bu kitobni chiqardik. Endi buniki bezash to'g'riliq dizayn kitobni o'zim ishlash to'g'ri kelib qoldi. Bu hozirgi kunda bu nihoyat bizniki Uyg'urlarniki her millet o'ziniki örf adetleri mesela resim kaydlarını köş için nurgun yardım beriyotidi. Bu kitaplarda her mekteplerde her malumlarda kolu var. Bunun köş sözünü de adam özü yazdı. Bunu üzerinde kendi koyundu. Bunu beşi de bizdeki klasiklerimiz Yusuf Has Hacıb'niki en yaxşı şiirleri nəməllərindən elinilgan bir yerdə. Bu kitap 15'e yakın tematikasiga bölündü. 15'e yakın. Bu kitapta yani en yaxşısı şu ballarniki qo'shoqlari, ballarniki oyun
oyunları meselende şunak nimler berilgen. Yani ayallığa tazılık, olsun, Osman mesela böşük nakışları, şunak nurgun berilgen. Yani bizimki Uygurların tarihinde en ilki nimdemin möcüzler dep atayımız o da hazır. Mesela İpek yol onun kandak bop kelişi. Uygurların ki birinci kıtım şu tarihte Uygurların dünya tarihinde 12. yılı asırlarda 13. asırlarda birinci kıtım Uygurların ki kitap 5 usulları mesela neşriyatları bunun torluk materyalları var. Uygurların ki ipek çıkarış mesela kağıt çıkarış tarihi meditsina torluk bizdeki Uygurların ki nurgun yaxşı nimler var. Bu kitapniki emgi tesiri zordu bugün günde. Her bölümden aldı da özniki mındaq rengilik bölüm var. Şmuç titil deyimiz. Ana yurt Ming Öy sanatı deyimiz. Ming Öy qandaq kelip çıkışı, qandaq yadikarlar tepildi ya da qandaq tasviri sanatniki monumentalning Ming Öyniki roşpisli bezaklik Ming Öyniki nimleri Kucha Ming Öyniki, Qizil Ming Öyniki şunaq nimleri var. Şu degan her bir bölümde mesela Uygur benakarlığı dep ataydı buna. Uygur benakarlığı dedi. Uygurlarniki arxitektura, meçet, mazar, hazırki zaman sen şehirindeki mimarları mesela Örümçedeki Halk Tiyatro mesela Amini Sıxan'daki mazarı şuna. Yani şu Uygurlarniki dixançılık dep deyli. Yani qandaq aydaş, qandaq usul beriş, qandaq nimden teriş, Uygurların ananları şu. Bağmançılık. Bayqa aytqandaq 15'e yakın bölüm var. Uygurlarnınki ezil çaqçaqları dep ataylı. Uygurlarnınki klasikleri. Bu kitap bir 2 yıldan beri nurgun emgek ketdi. Bu kitap yani bir alahidligi var. Uygur tili bilan kirillitsa yani orus tilida tarjima qilingan. Aş hazır bizniki nurgun Uygur yaşlıları bu kitapni o'qilaydi. Endi meniki niyetim bo'lsa, şu kitapni inglizce başka tilga tarjima qilib chiqsa, texmi yaxshi bo'ladi deb o'ylayapman. Endi 3-chi kitobni hozir 3-chi emas, hamda hozirgi kunda dadimizniki talibi bo'yicha o'ziniki emgaklarni hammani yig'ib selishtirsak 12 tom iborat bo'lib chiqdi ekan. Hozirgi bugün kunda Yanartağ'daki 3 tomu çıktı. Kitaplar muşu bir kıl süpetlik buldu. Onun muşu sırtki muqanimde teşhide tomlar verildi. Birinci, ikinci, üçüncü depla. Muqavada yazıldı. Mesela bu Yanartağ 3 tom dep bana verdik. Keyin kitap Serap 2 tom buldu. Onun da keyin Lutfullah Mutallib romanı bile Ahmetcan Qasim'in hikayeleri, Gani Batur'un hikayeleri 6. tom buldu. Onun yani nurgun tiyatroga yazgan eserleri var, piyesleri sahneleştirgan. Onu alaytan onundan gidip bir 15'e yakın sahne eserleri var. O alaytan bir tom bulup çıktı. Keyin Uygurlarniki hayatı da meyli G'uljuda bo'lsin, meyli mushu Qozog'iston TV'de o'tgan bir voqealar, qiziq bir hikoyalari, yani bir tom hikoyalari. U yerda bir 40 dan oshiq hikoyalari bor. Yani bayaq men aytgandek dadam o'ziniki ijodini mushu 40-yillarda, 42-yillardan boshlasa, şu şiir toplamları, şu dastlabki she'rlarni boshlab
Moşa bugün güngacha yazgan, oxirgi kunlargacha yazgan bir alaydan bir tom she'r poemalari chiqdi. Endi dadam hammani yig'ib tayyorlab bo'lgandan keyin biz o'zim shaxsan nurg'un materiallarni uning ustidan topdim. Mushu 55 yillardan tortib gazetlar nurg'un maqolalarni, o'chirklarni yozgan. Shu maqola o'chirklardan hozir 100 dan ortiq bo'lib chiqyapti. Men o'ylaymanki, shu 13-tomi shu maqola o'chirklari bo'lib chiqdi deb o'ylayapman. Hamda dadamizniki butun umr hayoti shu vatan deb o'tgan. Uningki shu qanday biz bilamiz, shu kitoblarni ko'rsak, mayli 19-o'tirda bo'lgan asarlarda Uyg'urlarning nurg'un bir qo'zg'olonlari, masalan, Sadri Palvon Bulalnazim, Seyit Muhammad Qashi, Nizamdin Axunum, shunaqa nurg'unlagan nimalar o'tgan shaxslar, qahramonlar shuning to'g'riliqi o'ziniki Yanartaq romanini shuning beg'ishlangandi. Menimcha men o'zim bir yig'inda mashtaq o'tirib tilimda qandoq chiqib ketdi bilmayman. Mushu dadamniki 3 tom yozgan amigiga bugun kunda qanday desam bo'ldi. Lev Tolstoy urush ve tinchlik degan bir roman bor. Lev Tolstoy Vayna и мир deymiz-ku. Shuni ruslarning tarixiga, ruslarniki Napoleon urush zamonlariga beg'ishlangan bo'lsa, bu dadamniki shu Uyg'urlarniki shu Lev Tolstoyniki kitobini selishtirib degan bo'ldi ekanda. Vayna и мир Uyg'urlarniki varianti deb o'ylayapman bugun kungacha. Bugun kunda. Bu nihoyat qiziq kitob, tarixiy nurg'un ma'lumotlar bor. Uyg'urlarniki shu Eli sultonligining hayoti, Uyg'urlarniki shu zamon tarix taqdiri, bir yerdan ketish, ko'chib o'tishi, yani ikkiga bo'linib, uni shu zamondagi Rossiyaga tavasiy qo'shib, bu Uyg'urlar uchun nihoyat bir eng ig'ir fojia bo'ldi deb o'ylayman-da. Yani shu zamondagi obrazlarni nurg'un yaratdi dadam deyman. Sadr Palvonning obrazi masalan. Abdurasul Amirniki, Bilal Nazimning obrazi, Seyit Muhammad Qashining obrazi, Nizamdin Axunumning obrazi, Veliboyning obrazlari shunaqa yaxshi Uyg'urlarniki, shaxslarniki, vatanparvar odamlarniki obrazini yaratgan. Asosiy emgaklari dadamniki shu bitagan yili deb o'ylasak, 2085 yashiga yetishtirib bitiribganda, keyingi 2 yilni shu hamma kitoblarni yig'ib bir tartibga selib, saramjon qilib, shu bizniki yaxshi yordam berib bergan Alisher Xalilov, Mir nashriyatining direktori, bizga shu dadamning uyda o'tirib pishirgan bo'lsa-mu, shu bolalarni, qizlarni shu dadamning uyiga avitib, shular eshada o'tirib kompyuterda tozalab, ratlab ishlab berganiga shu Alisherniki hurmati cho'ng deb o'ylayapman-da. Shu oxirgi 2 yil nihoyat shu üzülmezden dadam o'ziga harbiy adam bo'lganki, onun nurg'un adamlar bildi. Etgan soat 6da turib, 7da taloq chiqib, ozroq mashq qiladi. U shu urush zamonlaridan qolgan o'ziniki bir nimasi bo'lish kerak deymi? Odatchi. Har qachon bir yarim soat mashq qilib, choy ichib o'tirib, keyin emgak qiladi. Tushgacha bir 3-4 soat o'tirib, tushdan keyin bir 2-3 soat o'tirib,
Demelip yani keçisi qarsak muş derizde her kaçan derizi yoruk düşetti. Demek aşı bitmegen yerler bak ya. Yaxşı pişmegen yerler bakende. Şunu oturup koşup yazatdı. Her kaçan kirsem kabinetke materiallar yeyillik. Qaysı material qayerda turduğunu yaxşı bildi. Birdem bunu roman üstüde bir oturup işledi, birdem Serap romanın üstüde oturup işledi. Şunaqa emgek. Ya adam özünki yeşi çoğun boğan sırımı. Hem de dadımızdaki niyeti, moşu bizdeki kelecek avlatlığa yaxşı bir kitaplarını kaldırsam, bizning tariximizni mush kitaplarda o'qib bilsa deb o'yi batdi. Anlaşa hammani bu saramjon qilib ishlatdi, tirishib ishlatdi. Oxirdagi 2 yil hayotda mushu kitaplar o'tdi-da. Agar kitap bo'lmasa o'zim yo'qotib qo'yatdim-ki deb o'yladim. Meni hayotni tutgan narsa kitap ekanda, har qachon ishlab tirishib. Onun o'yi kitapniki nusxası mesela her kitap roman kitap 300 dana bo'lsa-mı, onun birinchi o'yi bo'lgan bizde şu Kazakistan'da 63'e yakın Uygur aralash maktablar bor. Kazak Uygur, Orus Uygur maktablar bor. Şu her maktabga şu 13 kitapdan komplekt qilib so'g'ib qilish birinchidan. Bizning jamiyatlar so'g'ib qilish. Şu bizniki Cumhuriyetlik kitapxonalarga qoldirish. Qandaqdir men bir şu cho'ng bizniki kitapxonalarga berib qoldim. Dadamniki bir piyesini izlab to'g'ri kelib qoldi. Şu bag'anda men kartekada qarsam kitapxonaniki eng ko'p kitaplarni dadamniki eşitmek ko'rdim. Bizniki Qozog'istonda yozuvchilarniki başkalarının dadamның eng ko'p kitaplarını. Çünkü dadam özü aşı her bir kişi yani tahlilini onun punktualini isteyimiz mi? Her yak berip yetkiziş, yaxşı xabarlardan chatda qolmay jamiyatga ko'p aralashadi. Asas niyet hozirgi yoshlarga bir ulgu bo'lsin deb Uyg'urlarning örf odatlarini, tarixini, shunaq o'xshashligi o'zniki millatini unutmasligi uchun shu kitob asosi shuning o'zniki emgaklarni bag'ishlanganda. Onunki keyin shu örf odatlar ishlaganda o'zi olaytan bir nurg'un materiallarni jiqqan-ku. Şu o'qish zamanlarda gimnaziyada mesela ndaq etsaq 25 yıl məyət to'lan bo'lsa, uni 5-6 yaşında o'tkilar chelak to'lgan bilan mashadagi qiyin ahvollar bir kelib qoldi. G'o'ljiga ko'chish to'g'ri kelib qoldi. G'o'lji bo'lganki, G'o'ljida u yoqda 24 yil yashab, onun nurg'un Uyg'urlarniki hayoti, örf odatlari, yezi hayoti masalan shundoq nurg'un narsa uniki ulgu berdi. Ko'p narsani o'rganib kelgandek bo'ldi deb o'ylayapman-da. Chunki ular keyin bilganlari keyin kitoblarga nurg'un ta'sir berdi. Nurg'un Uyg'urlarniki uyda qanaq yaşaydı, qanaq paran qilishi, qanaq izzatlash, cho'nglarni izzatlash, kichiklarni kichiklar qarab, cho'nglarni hurmatlash, kichiklarni izzatlash degandeklar. Keyin shu o'qishchilari gimnaziyada shu dadimizniki cho'ng aqllari masalan Abdulla Zakiril alayli, Lutful Mutalibniki kitapları bir-birsidan şu izleshib so'rab o'qatdikan. Shu vaqtda dadam shu o'zbek klassik adabiyotniki hozirgi zamon o'zbek avtorlardan Abdulla Qahari, Uyg'un, nurg'un ashtaq avtorlardan Qahar degan shu
ularning emgeklerinden o'qigan. Shu meningcha shu nurg'un bunga ta'sir berdi deb o'ylayapman. Keyingi uniki ijod etdi deb. Asas niyat shu kelajakka yaxshi bir nimalar qolsin deblar. Men o'zim keyingi shu nashriyat ishlaganda bir muncha redaktor bolalar bilan ko'rishdimda. Ular shu institutda o'qiydi, filologiyada. Kunduzi keliblar, nimda nashriyat ishlaydi. Ular shu dadamniki kitoblarini biz Kurashaka biz burundan shu kitobxonada, maktablarda o'qigan chog'da bizda shu Masimjon Zulfiqarovniki tematikasi kelganda shundoq biz kitoblarini, romanlarini so'yib o'qitdik deblar. Hozir mana Xudoga shukri biz shu Masimjon akimizning kitobini o'zimiz redaktor sifatida qarab ishlayotganmiz. Biz hayotimizga cho'ng bir rahmat deyishimiz kerak dedi. Hozirgi hayot vaqti shunaqa bir cho'ng bir avtor bilan ishlash bizga nasib bo'ldi deb so'zlarni olindi qizlardan, bolalardan. Endi mana nimishga bizniki e'yinlarimizniki ismlari, meniki ismim ashta Kurash, G'olib, Erkin, Ozod deb atilishi u o'zi vatanda harbiy xizmatchisi bo'lg'acha shu orzulari shu zamonda bo'lgan bolalarga shu ismlarni qo'yganda qachongacha vatan ozod bo'ldi, qachon vatan kurash qildi, qachon bizning vatanimiz g'alaba bo'ldi deblar, ozod bo'ldi, erkinlik yashaymiz degan shu ismlar bizning bolalarga indirimga bekor qo'yilmabdi deb o'ylayapman. Qizlarning ismi har qachon liriklik, mehri, Zuhra deb atildi. Bizniki deyimini biz chiqarib qo'ygan. Endi dadam qandaqdir meni shu o'qish tushishim sababi 67-yilda. Yana shu kitob bezash bo'limga tushishim qandaqdir bir dadamning bir sababi bo'ldi, yardım bo'ldimi deymizmi, yo niyati bo'ldimi? Bizning ta'limimizga ashta bir bo'lim ochilgan. O bo'lim bizdan keyin yepilib kitob bezash bo'limi deb o'chilishdi. Shunda qandaqdir men shu bo'limga tushib 4 yil uni o'qidim. Shu bizga hozirgi kunda shundoq cho'ng bir yordam beryapti-da. Keyin men redaksiyalarda ko'p ishildim. Nurg'un avtorlarni boyiq aytgandek kitoblarni bezidik. Kitobchi suratchi kitoblarni ishildik, bolalarga beg'ishlangan. Hamda buni yonartaq kitobida biz hamda hozir o'g'illarni cho'ng bo'lganki, men mush kitoblarniki dadamniki men davomlashtirishim kerak. Uni nashriga berib, chiqarib, bezab, teshini shunaqa sifatli materiallarni berib, masalan, buni kitobning birinchi kitobni olaylik. Birinchi tomni. Dadamniki shu oxirgi shu zamonda kitob yozgan zamonda suratlarini beryapmiz buni. Shu vaqtda yashi 80, 75-80larda. 70 yoshda. Bu yerda menimki o'zimniki emgaklarim, yana shu dadamniki kitobi beg'ishlangan Uyg'urlarniki tariximizdagi ulug' namoyandalari deb bilishadi. Mana Sadir Palvonning surati birinchida. Bu birinchi top Sadir Palvonniki asosiy hayoti bu yerda, uni qilgan xizmati bu yerda, urush qatnashganlari, sepillarni qo'llab, partlangan nimlarni. Şu kitapga yanartaqı beg'ishlab 12-11 surat nim qildimda, asar ishildim, linogravura deb. Shu birinchi surat Sadir Palvon, uning kitobda 3 qism bo'lsa, kitob 3 qismda, birinchi tom 3 qism, har qismda mashtoq avtonimlarniki obrazlari bu yerda. Yana uningda boshqa o'zim o'sha tarixiy suratlar qiziqishim bilan nurg'un Uyg'urlar kon suratlarini izlab
жыққандымды. Mesela hazır meyde 5 demek size küstü. Şu zamanki asası bizim kahramanlarımız. Bana meyde Alakan Sultan'ınki her bir kiyimde oturup düşken suret mesela. Alakan Sultan'ınki orada hizmetçileri mesela şu zırhlarda. Bir de Alakan Sultan'ınki aile, ayalları, kızları, bir de ak inleri. Şu zamanki Uygurlar'ınki Uygur Tungan adamlarının görünüşleri, Sadır Palvan'ınki portreti, onu birinci kıtım Kazakistan ataklı ressam Kastiyev sızgan ressam sureti Sadır Palvan'ınki. Astıdaki bizdeki Beşik'teki halk ressamı Sabit Babacanov'ınki Sadır Palvan Sepil'ninki aldı da bayanda elişini aldı da. Şu vaxtı obyektiv qarab bir ressam, qaysi bir ressam bo'lsin, qaysi bir surat bo'lsin, mushu kitobga loyiq suratlarda berdi. Mesela şu zamanki Nazigum bizniki qahramon qizimiz Marsita Xonov sızgan ressam suratda. Zendkan Yusupov sızgan Mayimxon nimniki, Nazigumniki düşmandan qo'lga tushgan. Bir yerde şu vakit şu zamandaki 19. asırın Uygur qo'zg'olonchilarniki bir gruppa adamlar oturdu mede. Meydem bo'lsa mana Nazigumniki men o'zim sızgan asari Nazigum oturdu. Mana şu vaqtda Baytullah meçitdeymizmi G'uljadagi shuni ko'rinishi mana Baytullah meçit. Tüyentki suret bir de mezem zatınınki oğlu Buvak Hoca. Buvak Hoca. Korkucu bilirler. Meyde Mayimxon'un sureti bunu. Bu hem suretli bir seri deyimiz ki bir kak serial da düşüdü seri deyimiz. Aldı onun bir kağıt surette Mayimxon'unki, Nazigum'unki Bayezid'dekilerin Sadır Palvan. Meydim şu zamandaki konu suret yiyecekçi adam. Yiyecekçi adamdı. Uygurlar'ınki, ayarlar'ınki kiyim nimleri, görünüşleri. Şu zamanki Yerkent Bazar. Meydi Bulan Nazım. İkinci kısım Bulan Nazım'a bir yaşlandı. Şu Bulan Nazım bilen bir yaşlandı. Bulan Nazım'ın kendisi kısmı başladı. Üçüncü kısım hazır 10 ay tapsım yaxşı boladı. Vaktini kaçırmay. Her bir kısmı birden suret. Hem de her kaysı kitap ben sözlep etevesem vakt yaman nurun ketidi. Bizde Ürümçi'de bu kitaplarını Sadır Palvan dep namıyla çıktı. Arapça yazıklı, Uygur Arap yazıklı. Bırak ben keyin anlasam nurgun nimlerini, faktlarını kıskatqa etken boş gerek dep oylayatma. Hem de hazır her kitap özüneki içindeki bay materyal, şu materyal layık fotolar, sızgan suretler, şuna toluqlandırılğanda. Hem de benim niyetim, adamın niyeti boğan şu çetellerge bu kitap basa, İngiliz, Nemes, Fransız tillari tercüm kılınsa dep oylagan. Çünkü bu Uygurlarning tarixini yalnız özümüzle kamayla başka milletler tanısa, okusa boladı dep oylayman. Bizniki şu ballarniki açlıq arzu armanları bunu köpeytip çıkarıp nurgun yerlerge yetkizsek dep oylayatman. Bir yerde yetkamısın dep oylayatman da. Sonra bu şunak oyla dep oylayatman. Bir orijinal bir foto var. Bu foto menimce hazır hiç kimde yok dep oylayman. Bu qanaqtı bir sebeple mening qo'lim tushdi bu surat. Bu surat şu zamanki 19. asırda Uygur alim Pantusov Uygurlarniki diyarıga
Olcu təvəssügü berib, Uyğurlarınki hayatını ögünüb, ularınki qoşaqlarını, örp-ədətlərini nurgan ögünüb, klasik dastanlarını jığıb, şu vaxtda Pantusovniki Balal Nazım, Seyit Mehmet Qaşı, Şəmsizli Xəlpəm, Nizamdın Axornovla bilib birli düşkən suret. Bu meniki asli meniki şəxsən üzəmdəki fontның en birinci original suret deb hesablayman. Ben birinci qitim bu kitabı beriyatman, çünki bu kitabniki asası məzmunu məşu adamlar to'g'risida deb o'ylayman. Ikkinchida meniki üzəmdəki hayatım to'g'riliq so'zlasam, bizam məşu училищni bitaganki bizniki şu diplom ish to'g'riliq kelib qolganda nem tematika qandaq nem mazmunda ishlayman deb bir o'y kelganda kitaplarni men nurg'un aqtirdim. Keyin qaysi bir kitobxondan Cho'qon Valixonov to'g'riliq kitob qo'limga tushdi-da. Cho'qon Valixonovki o'zinglar yaxshi bilishinglar kerak, tarixda Rus Qozoq olimi, dastlabki Qozoq olimi 54-chi, keyin 59-yili ikki qatim bizning vataniga safar qilgan. 54-yili G'uljig'i bir safar qildi. Keyin ikkinchi qatim Qashqariyga berib bir 8 oy turib, yerda Uyg'urlarning tarixini, hayotini, örp-odatini o'rganib, nurg'un amgaklarni yezib, shu zamondagi dunyo geografiyalik nimalarda nihoyat qisqa materiallar bo'lgan Qashqariy to'g'riliqchi Mushu Cho'qon Valixonov shu vaqtda dunyoga nurg'un Uyg'urlarniki nimalarini materiallarni ochib, shu vaqtda oq dog'ni ochgan odam mana Mushu Valixonov. Men shundoq hurmatim bilan bu tematikani elib ishildim. Umuman 5 qog'oz iborat surat, 5 surat qog'ozda. Cho'qon Valixonovniki Qashqariyga safar deb tematika. Bu meniki 71-yili diplom ishim bo'lgan. Shundan bilan buni yuqori olib bitirdim. Kelajak meniki har bir ishlarim bo'lsa, bir amgaklarim bo'lsa, asosan Uyg'urlarniki tarixiga bag'ishlangan materiallarda boyaqa og'anilik Uyg'ur namoyandalari 19-asr. Ya'ni bizdagi tarixiy namoyandalar shunaqa deb o'yladim mana. Shu Valixonov asosan meniki diplom ishim shu bo'lgan. Keyingi ishim Tashkentga boyaq men so'zlab bergandim. Училищный institutni bitaganda yangi hayot deb tematika bo'ldi. Yangi hayot u bizniki Uyg'urlarniki tarixda qandaq o'rni, qandaq amgaklari, qandaq o'tgan ig'ir kunlari bo'ldi deb mana mayda ikki surat bor. Yangi hayot degan birinchi qayg'uli kunlar Uyg'urlarniki shu Jo'zuntanning qo'liga tushib vayron bo'lib ketganini bizning vatanimiz. Ikkinchisi Uyg'urlarniki majbur bo'ldi ko'ch deb ko'chib chiqishi. Eli tavasini G'uljidan elining tuvan tarafdan ko'chishdi. Bu ilk 5 qog'ozdan 2 surat berganman badimda. Ko'ch bu bizniki mening institutni bitirib shu diplom ishim bo'ldi. Hozir kunda mening cho'ng bir armanim bor. Uyg'ur turk klassik namoyandalari deblar. Ya uni yana boshqacha atash bo'ladi. O'rischa aytgan Jimchurjina Churskiy poezd deymiz. Uyg'urcha turk shariatining javharlari desak bo'ldikanda. Shuningda 100 ga yaqin men turk klassik adabiyotininki amgaklarini nurg'un yig'dim. Hozircha bugungi kunda 1000 batdan ortiq bo'ldi.
mesela şu bizdeki ataklık, danlık bir klasikimiz dep hesaplayma. Dini perver, kumaracı başladım. Mınak oysam bir yerdeki klasiklerimizni şu Amerika nimeden başlayımızda oturdu. O isimde gitti. Tədim, birinçidim. İkinciden aşı kitapları suretlerini tayarlayma. Her bir namayindenge alaytan bir portret obraz buldu. Ben kumaracını başlap, bugün küngeçe maşı jigimgeç esirgeç takap ekvatmen de maşı kitapla ekvatmen ben. Bir adı Abdurrasul buldu уже. Bu jigimgeç esirde bir saplavatmız bunu. Maşı jigi ağalanı 15 esir de ben keliştiratmen de. Hazır bizdeki meyitler oylaydı işte Uygur klasik, Türk klasik şeriatı 1000 yıl dep oylavatdı. Ben yani 5 yıl 5 esir yak apıratmen de kumaracıdan başlavatmen. Nurgun bizdeki bu devrdeki Uygur şairlerini jığdım ben. Ulanın emgeklerine. Man köp maşı menin emgekimge yardım kıvatkan maşı Bulaq jurnal bizden vətən çıqatkan. Bu Bulaq jurnalın özündə yaxşı bilişinlik gerek. Bütün bizdeki dünya klasiklarındaki emgekleri maşlandı var. Bunun ben kirillisi elip ağdırıp rətlep kevatmen de Bulaq jurnalı. Menin niyetim şu 15 bir yarım ming yıl Uygur Türk klasik şeriatıga diplomaşlık beğişlavat ben. Hazırmış ahirki günlerdemiş meniki. Bu menin jığıvatkan sebebi hazır bizdeki Türk dünyası deyimiz. Türk devletleri de Muşu Yakutistan'dan başlap muş Türkiye'ye çıkıp berip taqaymızga Türk halkı. Şularniki asası ulanki dastanları mesela eposları klasiklerini jığıp nurgun nimlerini emgek kuvatımızdan da. Hazırki günde bizniki muşu yaşlığa yaxşı kitap qo'lga tushsa, mesela yaxşı kitap o'qisa, mındaq aytganda hozir kitap az o'qiydigan bo'ldi. Hozir zamon kompyuter bo'lib ketdi. İnternet bo'lib ketdi. Bir nima o'qiyman desa, internetni ochib o'qiydi ekan. Biroq shu kitobga nihoyat oz qiziqish bo'ldi-da. Belki yani qaytlayman o'sha dadamning kitoblarini kichik harflar sal yuqoriroq harflar tegizayapman-da. Ya kurashga undaq bo'lmaydi. 11'de tereli desa yo'q. Cho'ng harflar tereli. Hozir o'qiydigan odamlar oz, kam deb turibdi. Chunki o'sha bayqa uni qaytlab qo'shyapsiz-da keyin. Nimisin her bir bet, her bir nimdemiz eser deb o'ylayman-da. Şu zamanın tili bilan yazgan mesela. Şu zamanniki adamlarniki örp qoidalari, chaqchaqlari, so'zlashları bu qanday bir kon til bilan yozildi deb bir işte kitobxonada mesela redaktorlar bir tushunmaydigan bir so'zlar qo'y deb dadam bilan ularni xil bir spor qildi. Dadam aytadi, "Men qanday yozsam shunday chiqarsizlar" dedi. Hech so'zni hozirgi zamonga o'zgartmanglar. Çünkü bu konu Uygurların sözleri, Sadır Palvan'ın sözü, Bilal Nazım'ın sözleri şu zaman. Hazır zaman bana internet taya içip körmezde. Yakında bana bir bal müracaat kıldı. Mesimcikam'niki bir yanarta kitapını internet besak dedi. Meden baldır kitapla çıksın dedim. Kendi o ahvalını karayımız dedim. Onda qandaq nimler materiallar var dese, ben dedim o'sha sizlarniki hozir yoshlarga yordam beradigan, yoshlarni tarbiyalaydigan bir bolalarning qo'shoqlari, tematikasi dadamniki bor deb shuni biz internet orqali evet o internetda bor. Bolalarniki adabiyot ijod etdi-da. Tepishmoqlari ya da o'yinlar,
Şeirler, koşaklar şunu kılma. Evet. Vallahi hem de okusun depla. Her zaman adam özünki vaqti kelip ketilen vaqtga biroq bizim şu yaşımızdan 63'ler kelip qalsak bizim qandaqdir bir yaxshi bir nimalarni qoldirsak deplar. O seniki kon zamanniki yanayliqi nimsini çevatsa deganliklar emas. Biz hozir men maktabdan nurg'un borman, shu yezlarga bormiz. Öz vaqtim shu nadiriyamlar bilan nimlar qizlar berib maktablarga gezitlarni chiqaratdik, yosh avlod deb gezitlarni, kichik bolalarning gezitlari uchun. Ularning maqollalarini beratdik gezitga, ularning she'rlarini, bolalarning o'sha maktabda o'qiyotgan bolalarning tepishmoqlarini gezitga beratdik. Ular qiziqib o'sha gezitlarni elib, yangi materialni yig'ib beratdik. Biz yana o'sha yezlarga berib, yig'ib, aklib, yana keyin kaptani yangi gezit chiqaratdik. Bu 2001-yillar bo'lganda. Şu vaqtda men maktablarga kirib, klasslarga qarasam, bizniki shu rassamlarniki qaysi bir kitob, bir jurnalni kesib olayotgan bir stend qildi ekanda, bundaq nagladni deydi o'g'rislamda ko'riblar. Referatlarni yozdi, keyin dedi kirishga bizim shu rassamlar to'g'riliq nihoyat oz material, sizlarning asarlaringlarni bir romanlardan bir yerdan elib kesib chaplab olamiz deblarchi. Keyin men o'yladim, bularga bir yordam qilish kerak maktablar. Biz mush Almatada o'tirib yezlarga yordam qilmasak, bu qandaq ish deblar o'zim mushu bayqi ishlagan emgaklardan 11 surat bo'lsa olayotgan bir albom yasab maktablarga taqatdim. O bir albom, ikkinchi albom bizniki hozirgi zaman Uyg'ur yozuvchi shoirlarimiz deb bir 20 yaqin avtorlar bor. Arman məqsəd ətini var, şunu toplab yetidir. Yetini var, yetmeyen var, ömür şunda yürüdür. Yetini var, yetmeyen var, ömür şunda yürüdür. Bezenadan ahmakka korkuluk mu getidir? Bezenadan ahmakka korkuluk mu getidir? Ey Rabbuma unda ha ömürda dündür. Ey Rabbuma unda ha ömürda dündür. Ey güller
Hemmisla gidiyor Kelkiniga Taşma ömür şunda Kelkiniga Taşma ömür şunda Ey günler şunda Ey günler şunda Yaxşı mübarek Tamam mübarek Hemsla gidiyor Kelkiniga Taşma ömür şunda Ey günler şunda Arman məqsəd ətini var Şunu toplab yetidir Yetmi ba, yetmeyen ba Ömür şunda yürüdür Yetmi ba, yetmeyen ba Ömür şunda yürüdür Ey günler şunda yürüdür Bezen adam ahmakka Kor bulup mu gidiyor Bezen adam ahmakka Kor bulup mu gidiyor Ey Rabbuma unda ha ömür şunda yürüdür Ey Rabbuma unda ha ömür şunda yürüdür Ey günler şunda yürüdür Hemsla gidiyor Kelkiniga Taşma ömür şunda yürüdür Kelkiniga Taşma ömür şunda yürüdür Ey günler şunda yürüdür Ey günler şunda yürüdür Hürmetli televizor köyükçiler, şunun bilen bugünkü Hayat Şahitler programımız müşahede ayaklaştı. Hayır hoş keler kıtımlık programımızı görüşkice aman boğaysızlar.